Bütün şəhər boyunca ən latafətlik ayalını tanlab çıxımız. 14 yaşdan yuqarı bo'lgan barlıq qız ayallar musobaqa qatnaşçısı boludu. Birinci bo'lganlarni podshoh bilan xonish o'zi mukofotlaydi. Xonish musobaqa o'tkazgilakda. Shundaq, Nasirdin aka birinchi bo'lganlarni podshoh bilan xonish o'zi mukofotlaydi ekan. Amina yengam qatnashsa bo'ladi-ku. Yaxshi amalkan. Hozir berib opamga deychi. Shuncha yil oyab kiymisammi, to'shik bo'lib qapti desa. Appa, chataq bo'pti. Lekin siz nimani kiysangiz yarishidi? Mening Gulnar qizim nima degan tatliq-a? Appa, demisimi rastavattaman. Appa, amal topdim. Appa. Kibirma. Appa, bu ko'nglik sizga nimaga yarashgan, ha? Mening yaxshi balam. Bu mening eng chiroyli ko'ngligim. Begim! Chiroyli xotinim. Bu kiyimlarning hammasi modadan qoldi. Men nima kiyib musobaqa qatnashaman? Chiroyli xotinim. Sen azaldan eng latofatlik, eng go'zal. Nima kiyishingdan qat'iy nazar mukofotga erisha olaysan. Meni to'la aldimisilar. Tuzukroq kiyimim bo'lmasa, go'zallarni tanlash musobaqasiga qanday qatnasha olmayman? Ko'nglingni yerim qullig'ini. Bu tangilagichu eng chiroyli ko'nglik apkayim. Benim barlıq tangilerim. Hakikaten işim ya. Amina, ko'nglingiz haqiqatan chiroyli ekan. Ko'nglingizga tikilgan gul nima degan chiroyli-a? Bu mening eng e'tiborli ko'ngligim. Buni kiyib men musobaqaga qatnash qilib boraman. Bildingizmi, Aminaning alohida ko'ngligi bor ekan. Aminaning paqiraydigan ko'ngligi bor ekan. Aminaning ko'ngligi zaribdan tikilgan ekan. Bakmo qimmatli ekan. Aminaning ko'ngligi cho'qim bozor bo'yicha hammadan esil. Aminaning ko'ngligi bek alohida ekan. Men ko'rgan haqiqatan chiroyli ko'nglik ekan. Shu ko'nglikni kiyib musobaqa qatnashir ekan. Chet turish. Amina, anglasam sening zarifdan tikilgan ko'ngliging bor ekan, ha? Mening undaq ko'ngligim yo'q. Hatto anglab qoldingizmi qandaq? To'la yasalmiliq qilma. Sen shu ko'ngliging bilan musobaqaga qatnashmoqchimisan? Aliya og'cha, mening faqat uchamlik mush ko'ngligimla bor. Amisa. Butun mahalladagilar Aminaning zarifdan tikilgan ko'ngligi bor ekan deyishyapti-ku. Bu zodi nima ish? Nasirdin aka, siz bizga cho'qim yordam qiling. Opamning faqat mush bir to'la ko'ngligi bor. Shuni kiyib musobaqaga qatnashmoqchi edi. Ammo Aliyya hammam opamning zarifdan tikilgan ko'ngligi bor ekan deydi. Opamning azaldan undaq ko'ngligi yo'qtirsa. Yo'q. Men baylar mahalladagilarning shundaq deyishayotganligini anglagan tursan. Aliyya yenge, bu o'sak so'zlar. Siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi, ha? Shu Aminaning rostli undaq ko'ngligi yo'q. Rasyalhanligi bilan karim yo'q. Amina, 3 kun ichida men shundaq ko'nglakdan birini tikib bersang, bu tangilar sening bo'ladi. Navoda tikib bermasang, Navoyxonani qaytarib olaman. Mening rostli zarjibdan tikilgan ko'ngligim yo'qtirsa. Nasirdin aka, cho'qim bizga yordam qiling. Aldirman Gulnar, men cho'qim amal topaman. Gulnar xo'p bo'lmang-a. Yaxshi-ku, am sening opamdan ko'nglik talashmisin. Mumkin emas. Aliyya hammam bayg'ujam o'xshash bakla oshib ko'zgan juma. Amaliyotda opamning faqat bir yangi chiroyli ko'nglikka erishgisi bor. Chiroyli ko'nglik? Topdim. Rostmi? Qanday amal? Turdi. Agar sen o'z qo'ling bilan Aliyya yengamga musobaqa kiydigan ko'nglik tikib bersang, u cho'qim ayt xushal bo'ladi. Bo'lmaydi, men tikanmayman. Endi
Sirme, biz hemimiz sana yardım kılımız. Qaranglar, bu bolam ekan. Ems bochu. Bu g'ozlar cho'qim yaraydi. Lay lay lay. Nay 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 nay. Nay nay nay. Na. Turdi, başla. Nəsirdin, mən apamның bel aylanmasını bilmirəm. Aliye hammamның beli, mana muşinchilik. Nada unchayinchga, munchilikmikin. Muşinchilik. Ha, munchilik. Munchilik. Bu oldu talaşmanglar. Nəsirdin, qandaq qilmiz? Turdi, mundaq qilgan. Sen-chi? Apa, ko'zimga qum kirib ketdi. Oye, unda qilay qarab baqay. Hech nima yo'q-ku. Ba, og'rib ketyapman-da. Apa, men sana bek amram. Men san amraq o'g'lim. Apa, men Nəsirdin bilan o'yin qilmoqda memsa, ha? Amiz tez berib, tamoq yeydigan vaqtga ulgurib kellar bolam. Ma'qul. Ölçüp aldım. Biz tikishni boshlaylik. Nemish qiyiqchi qaytib kelmaydigan-da. G'ayrat qilinglar, oz qoldi. O'g'lim, Turdi! Apa. O'g'lim, qo'lingga ashulashingsan chatdimi, ha? Hey, nimishqa o'g'limni bo'zaq qilishsan, ha? Biz Turdini bo'zaq qilmadik. Amiz Turdi, o'zining qo'liga o'zi yengil sanchidimi, ha? Apa, men ehtiyotsizlikdan sanchib oldim. Qo'rqmag'ina, o'maq bolam. Sizlar nimishqa bo'zaq qilasizlar, ha? Biz bo'zaq qilmadik. To'g'ri muhammadlik qilishma. Biz sizga ko'ylak tikib berayotgan. Bundaq purushlarni ko'ylak tikib, meni mazaq qilishmoqchimisan? Apa. Bu ko'ylakni men sana atab tikkan, apa. Sen menga tikkanmi? Ular menga yordamlashyotgan edi. Ko'ylak tikayotganda Turdining qo'liga yengil sanchilib ketdi. Oy. O'g'lim. Bu ko'ylakni bek chiroyli tikibsan. Bu men ko'rgan ko'ylaklar ichidagi eng chiroyli ko'ylak ekan. Sen haqiqatan mening o'g'lim.